250 kvadratlik kvartira siz uchun Buxoro shahrining qoq markazidan 5-mega market chorrahadagi dom desa hamma biladi. Bir boshdan to'liq obzorini ko'ramiz. Mana bu yoqda bizning zal qismimizni ko'rishingiz mumkin. Juda katta ikkita oynalarimiz tushgan, italyanskiy atachento qilingan, zerkalli zonalari bilan juda yaxshi ta'mirlangan. Mana bu yoqdan atmosferani ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqdan butun shaharni ko'rkini shunagina ko'rib turadigan joyidan bo'lyapti. Uyimiz 250 kvadrat, 180 kvadrat жилой, 70 kvadrat penthouse qismi. Mana bu dekoratsiyalarga qarang. Juda boshqacha qilib qo'yganlar. Eshiklarimizni ko'rishingiz mumkin. MDF под zakaz. Mana bu ruchkalarini kelib ushlab ko'rsangiz agar bilasiz. Mana bu yoqda bizani родительский spalnimiz bo'lyapti. Родительский spalnimiz ham xuddi shunaqa bejirim eshiklardan qo'yilgan, italyanskiy atachento patologlarimiz qilingan, oy shaklida super mo'yish обойлар. Mana bu yoqda jalyuzi bilan kombinatsiya qilib pardalar taxlab qo'yilgan, o'zini sanuzel xonasi bilan. Bittaqani ko'rsangiz sanuzel xonamizni ham kafillarimiz yaxshi kafillardan dov patolka qilingan. Rakmina, vannalarimiz, hamma narsasi o'rtada tayyor qilib qo'yilgan kvartiramiz. Kvartiramizni mana bu koridor qismini ko'rishingiz mumkin. Patologlar gipsokartonda ishlov berilgan. Mana bu devorimizga nima qilingan bitta toping. Men o'ylashimcha travertim bilan atachento kombinatsiya qilingan. Mana bu yoqda esa bizani bitta detskiy xonamiz joylashyapti. Birinchi detskiy xonamiz o'g'il bolalar uchun, xohlasangiz qizlar uchun derazalari bor, guvoy emas bironta xonamiz. Uyimizga qisqacha qilib aytganda gap bo'lish mumkin emas. Birdan o'ngacha baho bering, uyimizni ta'miriga eng oxirida esa narx qo'yiladi. Mana bu yoqda kladovый zona. O'zlari uchun lishniy narsalarni qo'yib olishingiz mumkin, bemalol. Uni keyingi ko'radigan joyimiz mana bu yoqda ikkinchi detskiy xonamiz bo'lyapti. Bu qizlar uchun qilib qo'ysangiz agar juda shinam, keng dars qiladigan joylar uchun kombinatsiyalar qilsangiz bo'ladi. Qisqacha qilib aytganimizda uyimizni ko'rganda prosta og'zim ochildi. Mana bu yoqda vannamiz rakmina oynalari, sensorli oynalar bilan qilingan. Mana bu yoqda esa razdelning unitazimiz bo'lyapti. Tahorat qiladigan joylari bilan juda yaxshi akkuratni qilib, fayzli ta'mirlab qo'yilgan. Mana bu oshxona qismimizga yetib keldik. Oshxona qismimizda juda keng, shinam o'tirib choy ichadigan zonaning kattaligiga bitta e'tibor berasiz. Undan tashqari mana bunaqa narsalarni qo'yadigan, ya'ni shuni ustida ham choy ichsa bo'ladi. Mana bu yoqda fartuglarimiz qilingan, kuxni nabor uchun, ayollarimiz uchun alohida zona qilib qo'ygan ekanlar. Patologlarimiz gipsokarton va natijnoydan ishlov berilgan. Endi penthouse qismiga chiqamiz. Penthouse qismimizni qarang, juda ajoyibligini. Mana bu yoqda o'zbekni nima xohlaydi? Hovlini xohlaydi. Eng tepa etajdan toza havolik, juda yaxshi atmosferani beradigan joyidan akalar sizlar uchun 250 kvadratlik joy. Bu yoqni navis qilib turib, tapchanchalar qo'yib, dam oladigan zona qilsa bo'ladi bemalol. Kottej xarid qilardingizmi yoki mana shunaqa kvartirami? Kvartiramizning narxini kutib qolgan bo'lsangiz, 150 ming AQSh dollariga baholadik. Barcha remont qulayliklari bilan prosta kelasizlar, bir 4-5 ta mebellaringizni qilib yashaydigan joydan. O'ylaymanki, puliga aniq arziydigan lokatsiyamiz 5-mikrorayon Mega Market chorraha bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.